yana o'qidingiz, natija esa bo'lmadi. Balansdagi pulni quydi. 4-5 ta dars, texnik analiz, grafik, sizga kitob olindi işte. Bunisi $100, bunisi $1000. Ana akani oldiga bor $1000, uni oldiga bor $3000, lekin bular hammasiga foydasi yo'q. Sizni aldagan firibgarlar emas, faqat sizni aybingiz bor desamchi. Kelinglar, men sizlarga bitta narsani tushuntirib beraman. Qo'limdagi mana bu soat Patek Philippe Nautilus. Qora bozorda bu soatning narxi taxminan $100,000 dan $190,000gacha bo'ladi. Aynan bu soat $100lik poddelka. Bu narsa bilan nimani demoqchiman? Sizlar o'zingizga ustoz deb tanlayotganingizda sizlar nafaqat trader qidirasizlar. Dubayda sayohatlar, qimmatbaho soatlar, mashinalar, qimmatbaho hayot tarzi, kiyinishlar, murakkab moliyaviy soha, bloger va SMM'shiklarning qo'liga tushib qoldi. Sizga kerak emas bilim, sizga kerak hech qachon ushalmas orzu havas. Axir siz aybdorsiz bunda. Bilasizlarmi, talab bo'lmasa taklif bo'lmaydi. Sizni haqiqatni eshitish niyatingiz yo'q. Bu soha murakkab. Bu sohada pul topish qiyin. 100% traderlardan atiga 10% daromadga chiqadi. Mana shu narsa haqiqat va bu haqiqatni eshitish niyatingiz yo'q. Va siz savol berishingiz mumkin. Unda qanaqa qilib tradingni o'rgansak bo'ladi? Qanaqa qilib ustoz tanlasak bo'ladi? Qanaqa qilib biz ham bu sohada natijaga chiqsak bo'ladi? Birinchi o'rinda o'rganish uchun siz o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Mana masalan, mana shu tashkilotda o'zida men, Rustam aka, Behruz, Bagdan yillar davomida o'zini ustida ishlagan. Unutib olinglar, tradingning siri yo'q. Tradingda sirli strategiya yo'q, sirli metodika yo'q. Hech kim hech qayerda bilmagan, butun dunyo bo'yicha bitta odam bilgan narsa yo'q. Agar u narsa bo'lganda, u odam downing milliarder bo'lardi. Barcha berilayotgan ma'lumotlar tekin tarzda internetda bor. Barchasi hamma yo'da tekin holatda bor. Xo'p, vaqtingizni saqlab qolib, qayerdadir o'qimoqchisiz. Qanaqa qilib ustoz tanlasa bo'ladi va qanaqa qilib qayerda o'qishni tanlasa bo'ladi? Ustoz tanlash uchun birinchi o'rinda uni sayohatlari emas, qimmatbaho mashina, soat, kiyim, hayot tarzi emas, uni bilimiga e'tibor berish kerak. Bu odam o'zi savdo qiladimi, yo'qmi? Mana shu narsaga e'tibor beriladi. Ikkinchi o'rinda bu sizning xavfsizligingiz. Siz bilan tuziladigan shartnoma. Aynan siz bilan tuziladigan shartnoma O'zbekiston Respublikasida sizga 100% xavfsizlik beradi. Chunki O'zbekistonda firma ochish oson, lekin u firmani yopish juda qiyin. Xo'p, biz ham Numinor tashkilotda kurslar sotamiz. Nimaga bo'lsa bunaqa gaplarni gapiryapman? Biz kurs sotamiz, lekin hamma narsani ham pulga chaqmaymiz. Kurs sotishiga qaramay, o'zini bilimini tekin holatda ham Numinor beradi. Numinor chat bor, tekin chatlar. Bemalol qo'shilinglar. Tekin holatda darslar o'tamiz, efirlar qilamiz. Ana undan keyin o'ylab ko'rib, kurs olasizmi yo'qmi, endi bu sizning ishingiz. Lekin biz har doim o'quvchilarimizga birinchi o'rinda yuridik xavfsizlik beramiz, shartnoma asosida. Ya'ni hamma bergan va'dalarimiz og'zaki emas. Keyin esa darslikni boshlaydi. O'shanga ham o'rtoqlar. Firibgarlar qo'liga tushmanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, pulinglarni ehtiyot qilinglar. Soat haqida esa hazillashdik. Bu original. Yoki yo'qmi?